Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: ey Oysha, bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin Qur'oni Karimdagi sura Al-Hamddan 3 oyat. Astagfiru billah, alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim, maliki yawmiddin. 3 oyat. Undan keyin la ilaha illalloh yaf'alu ma yurid. La ilaha illalloh yaf'alu ma yurid. Ikkinchisi. Uchinchisi, Allohumma antal g'aniyyu va nahnul fuqaro. Shu duoga. Shuni 3 dona o'qisa, Xudoy taolo u banda shuni o'qib turib Allohdan nima so'rayotgan narsasi bor edi-yu, ijobat bo'lmayapti. Ashini so'rasa Alloh beradi debdilar. Sharti so'ragandan keyin Xudo bersa, yanidek odamga aytmasin debdi.